Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun qalqonsimon bez va uni gormonlari haqida gaplashamiz. Qalqonsimon bez odamdagi eng asosiy endokrin bezlardan biri hisoblanadi va u odamni bo'yin sohasida, bo'yin oldingi tarafida joylashadi. U chap va o'ng bo'lakdan iborat bo'ladi va o'zida juda ko'p gormon ishlab chiqaradigan follikullar tutadi. Demak, qalqonsimon bezda asosiy gormonlari tiroksin hamda kalsitonin gormonlari hisoblanadi. Kalsitonin organizmda kalsiy almashinuvini boshqaradi, qondagi oshiqcha kalsiy suyak to'qimasiga o'tkazishga yordam beradi. Tiroksin demak asosiy gormon hisoblanadi va bu jigar va buyrakda faol ko'rinishga, ya'ni tireotironin T3 ko'rinishiga kiradi. Qalqonsimon bez ishi organizmni hukmron bez hisoblangan gipofiz orqali boshqarib turiladi. Gipofiz bezi bu rasmda demak bosh miya tasvirlangan, bosh miyaning asos sohasida joylashgan. Bu bez qalqonsimon bez ishini boshqarish uchun har doim qonga TTG, ya'ni tireotironin gormonini ishlab chiqarib turadi. Qalqonsimon bez faoliyatini muvozanatdan og'ishi, kuchayishi yoki susayishiga qarab TTG gormonining miqdori qonda o'zgarishi mumkin. Bu narsalar T3, T4, TTG miqdorining o'zgarishi muhim laboratoriya ko'rsatkichi hisoblanadi. O'zi qalqonsimon bezning asosiy vazifalari organizmda quyidagilardan iborat. Demak, birinchisi va eng muhimi metabolizmni boshqaradi. Metabolizmni jadallashtiradi va organizmni energiya bilan ta'minlab beradi. Ikkinchisi yurak faoliyatini boshqarib turadi. Agar qalqonsimon bez gormoni, ya'ni tiroksin gormoni miqdori o'zgarsa, yurak ishi, yurak ritmi buziladi va har xil aritmiyalar, taxikardiyalar kelib chiqadi. Bundan tashqari, organizmni issiqlik bilan ta'minlash jarayonlarini ham aynan tiroksin gormoni boshqarib turadi. Organizm vazn nazorati ham aynan shu gormonga yuklatilgan. Agar bu gormon miqdori o'zgaradigan bo'lsa, odamda semirish yoki ozish holatlari kuzatiladi. Bunga misol tariqasida tireotoksikoz kasalligini keltirishimiz mumkin. Bu balog'at yoshidagi qizlarda uchraydi va ular juda ham ozib ketadi. Va 5-vazifasi aqliy faoliyat va kayfiyat. Tiroksin gormoni odam aqliy faoliyat, ya'ni aqliy normal rivojlanishini ta'minlaydi. Agar yosh bolalarda bu gormon yetishmaydigan bo'lsa, yosh bolalarda kretinizm kasalligi kelib chiqadi. Shuning uchun ham yosh bolalarda bu gormonni normal miqdorda bo'lishi juda muhim.